Toshkent viloyati Zangiota tumani Olmazor mahalla fuqarolar yig'inida To'g'onbank Zangiota filiali hamkorligida jami 11,6 gektar yer maydonida 4835, 4836 kontorlarda bir kontor va mahsulot tamoyili asosida qulupnaychilik loyihasi amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihaga ajratilgan 11,6 gektar yer maydonida uzunligi 448 metr, eni 246 metr tashkil qiladi. Ushbu loyiha Duga usulida qulupnay yetishtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Hozirda barcha qulupnaylar hosili ko'p qolgan, sotish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari agrotexnika sug'orish ishlari, o'g'itlash ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihaga jami 1 nafar dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, o'rtacha har biriga 28 sotikdan to'g'ri keladi. Tadbirkor sifatida To'qimachi Suxiddin agro firma xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir gektar yer maydonidan 10 tonnadan jami 116 tonna mahsulot olish rejalashtirilgan. Qulupnaylar may oyining oxirigacha to'liq yetishtirib olib, ikkinchi hosilga serdaromad mahsulot ekish rejalashtirilgan.